El-Habir. Ey hammadan xabardor bo'lib turg'uchi Allah, sen qalblarning eng pinhon qetidagi sirlardanmi xabardorsan? Sen qora kamirlarda azob chekayotgan mazlum tutqunlarning holidan xabardorsan. Sen ayrilish azobida kechalarda yosh to'kayotgan chorasiz notavallarning holidan xabardorsan. Sen ota-onalardan ayrilgan ma'sum sabilarning yetimlik tuyg'ularidan xabardorsan. Sen musulmonlarga qarshi plan tuzayotgan tağut, zolimlarning planlaridan xabardorsan. Ey Allohim, senden maxfiy qoladigan hech narsa yo'q. Ey Parvardigorim, sana xabar yetkazguchining keragi yo'q. Mazlumlarni qishning qahratonidan, yozning pishg'irimlaridan o'zing saqla. Ularni o'zing himoyangga ol. Ovozliq kitob abdi tali.